Bugungi videoda basseyndan kim oxirgi chiqsa, o'sha millionni yutib oladi challenge. Qani bo'lmasam, ketdik. Bu videoda 6 ta ishtirokchi va bitta boshlovchi plus men bo'laman. Bu challengeimiz oson bo'lmaydi, chunki basseynimizdan chuqurligi naq 4 metr. Bemalol ovqatlarni olib kelib tayyorlab olinglar, biza boshladik. Yo aka-ukalar, meni ismim Zafar Hamel bilasizlar va men bu videoda boshlovchi bo'laman. Qolganlarni maqsad cho'ktirish. Ko'ramiz kim bu videoda 1 million so'm yutib olar ekan. O'zi sizlar sushi bilasizlarmi? Agar sizlarga video yoqadigan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 450 ming obunachi qilib olinglar. Hop, men sushi bilaman, ko'p suvda tura olaman, o'shaning uchun tako favorit deb Ismoil deb o'ylayman. Men street testman. Men sushi bilmayman to'g'risi. No, 1 million so'm meniki. Men Ismoil bey, men sushi bilmayman, lekin bugun mana shu basseynda o'rganmoqchiman. Menimcha qolganlarda chansi yo'q. Like bosinglar. Tak, men ismim Ismoil. Men o'zim favorit deb o'ylayman. Suntegida turish, suzish, любой narsa bo'yicha menimcha. Ismim Hojiakbar, nickname Havachi, streamer и kommentator hozirda. Favorit bilmayman kim. Nadejda birinchi chiqib ketmaslikka. Hammaga salom, ismim Zohid, nickname Zaki, kommentatorman va KS o'ynashni yaxshi ko'raman. Suvga unaqa tajribam ko'p emas. Favoritlar deb o'ylaymanki, Ismoil ko'proq favorit bo'lsa kerak. Bo'yi uzun ekan, chuqur joyda ham mana bu oyog'ini uchida tura oladi, nafas olib. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Shohruh va Shohruh AC nikida kanal olib boraman. Bugun Zafar bilan, ya'ni aka-uka kanalda Zafarga yordamchi video ishlayman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu videoda kim yutadi deb kommentariyaga o'sha blogerni Instagramini, nickini yozib qoldiringlar va buni oxirida biz bilib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bolalar hozir hammaligi suvga sakradi. Endi ular suvdan umuman chiqishmaydi. Ko'rib turganlaringizdek, men o'zim suv tepasiga chiqib oldim. Men xoslik shartlar bilan tushuntiraman. Basseynga tushgandan keyin umuman chiqish, hatto basseynni chetini ushlash, ballondan foydalanish, ovqatlanish va suv ichish ham mumkin emas. Har soatda challenge'larimiz boshlanadi. Oradan 1 soat o'tdi. Xo'p, do'stlar, mana ko'ryapsizlar, hamma suvda, hattoki Zafar ham suvga tushib olgan. Meni fikrimcha birinchi bo'lib Havachi yoki bo'lmasam street test suvdan chiqib ketsa kerak. Sizlar kim birinchi chiqib ketadi deb o'ylaysizlar? O'sha blogerni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Suv qanaqa, muzdaymi? Suv abshi muzda. Mencha tishimni ham oldirganman-da, hozir gaz yopib ketmasa bo'ldi. Lekin menda reja bor. Qani, Zafar 1 million qo'ygan to'g'ri? Hammaga 100 mingdan taklif qilaman, chiqib ketsa 400 ming menga qoladi. 400 ming ham qorni ortmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa plan qilib turibman hozircha. Hozir yo'q deyapti, lekin ozginadan keyin men ko'nadi. Qiynalmayapsizmi, Jalol? Boya qiynaldim, keyin takrorni pingminga o'xshab hammamiz yig'ilib oldik. Galanskiy shturval qildik ozgina. Bilaman, o'shandan keyin isib qoldim. Omad unda sizga. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz mana? Qancha vaqt eng ko'p CS:GO o'ynagansiz? Bir kundami? Bir kunda necha soat? 15 soat. 15 soat CS:GO tunmasdan o'ynagansiz, ya'ni ketma-ketlikda. Suvda ham shunaqa tura olaman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Tura olmaysiz. Yo'q. Yutaman deb o'ylaysiz? Yo'q, просто cho'milish keldim. Suv muzdaylik qilmayaptimi? Muzday. Nu o'rganib qoldik o'sha. Yutish uchun qanaqadir strategiya o'ylab topdingizmi? Ya, просто bo'yin uzunligiga yordam beradi deb o'ylayman. Suvda ko'proq turishim, tegida. Lekin qaltirayotganingizni his qilyapman o'zi. Ha, o'z tashqarida ham qaltirayman. No, normalniy bu. Qalay, suvda turish qiyin bo'lmayaptimi? Hozircha qiyin emas. Endi ko'pchiligi suv muzdaylayotgan ekan. Aslida unaqa jamoatchilik muzday emas ekan. Va bu yoqda asosiy kuch tejash kerak. Qalay suvda turish? Voy, vashcha yomon. Mitsi bo'ladi, oyog'im tortishib qoldi. Suvda. O'zi ko'p cho'milgan borib turasizmi? Yo'q, vashcha kamda. Bu yil endi kelishim basseynga bor. Hali dacha ham chiqmadi. Rostdan sovmi suv? Yeryaning sovuq. Yutaman deb o'ylayapsizmi? Juda o'xshamayapti yutishingiz. Ammo tutkim kelyapti. Yutaman. 1 million yutsam yutaman. Zafar, siz o'zingiz kanalingizda pulni o'zingiz beryapsiz. Nima qilib yuribsiz ularning orasida? Xullas, men o'zi qatnashmayman, chunki o'zim videomda o'zim qatnashib 1 million yutib ketish bu noto'g'ri. Bolalarning orasida men qarab turaman va bu yerda politsiyachi rolida hammani bitta chiqaramiz. Hozir bolalarni oldiga boraman-da, spesialniy qo'limni tekstiraman u joyga. Yo, unaqa qilmay bo'pti, shart, ey. Chiqing, ko'z ochib suv tagida. Bo'lmasa Zafar shartlarni boshlash kerak. Men xosligiga va shu zo'r shart o'ylab qo'yganman. Bizda birinchi challenge. Hamma ishtirokchi basseynni boshdan oxirigacha borib, kafelga tegib kelishi kerak. Faqat bemalol, chunki bu ularni charchatadi. Tayyormisizlar? Yo'q.
Ketdi. Xo'p, do'stlar, mana birinchi o'rin Ismoil, undan keyin Jalol ketmoqda, Zafar ham ular orasiga qo'shildi. Ismoil juda kuch bilan suzib bormoqda, orqada qolganlar o'z kuchini asrab peshkom ketishyapti. Suv tagida Ismoil juda qattiq harakat qilyapti. Uje Ismoil kelib bo'ldi basseyn oxiriga. Ismoil basseynga tegdi, ketdi. Jalol ham tegdi. Orqaga qarab ketdi. Undan keyin Zafar ham tegdi, orqaga qaytdi. Bu yoqda Oybek, Havachi, Street Test ular basseyn o'rtasida ketishmoqchi. Do'stlar, bu yoqda Oybek basseyn chetiga tegib, bu o'yinni tark etdi. Chunki oxirida bu yoq chuqurroqda, Oybek charchab, bu yoqda tuzolmay qoldilar. Oxir men bu chetda tushashga majbur bo'ldilar. Yo, men sal chuqur olgan. Men o'z nariyoqacha yurib kelishim kerak, chunki men suzishni bilmasdim. O'sha yerdan suzishni boshlab xato qildim-da. O'zim qutqardim. Cho'kib ketardilar. Lekin do'stlar, biz o'yinga qaytamiz. Bu yoqda Hoji Akbar va ya'ni Havachi va Dilmurod Street Test o'sha basseyn o'rtasiga kelishdi. Lekin bular juda ham sekin harakat qilishdi, kuchini yig'ib, shoshilmay borib deb qaytishyapti. Dilmurod cho'kiyapti. Dilmurodga qaranglar. Dilmurod cho'kiyapti bu yoqda. Oybek aka bizga borib o'yinni boshida hammamiz 100 mingdan bermoqchi edi-da. Oybek akaga yutsam 100 ming beraman sizga. 100% beraman. Xo'p, do'stlar, mana bu shartda o'yinni Zafar va bozorchi bola, ya'ni Oybek tark etdi. Zafar, bu yoqqa keling. Oh, yaxshi ko'rtirganingizda bizda birinchi ishtirok chiqib ketdi. Lekin Oybek aka YouTube'larda ko'pchilikni qiynaydi. O'zlari yaxshi qatnashadilar deb o'ylagandim. Afsuski, birinchi bo'lib chiqib ketdilar. Ko'p qiynalmadingiz. Birinchi qiyinchilikning o'zida chiqib ketdilar. O'zingiz bering. Ana qiling. Basseynga narsa otish mumkinmi? G'ish oting bolalarning boshiga. Basseynga narsa otish mumkinmi? Tapchka bilan. Kopdim, tapchka bilan hammasini tors. Qanday taassurotlar yoqdimi? YouTube video kanal. Yo'q, kanal video bomba. Menimcha shunaqa narsani ko'paytirish kerak. To'g'rimi? Agar shunaqa deb o'ylasanglar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men hozir nazorat qilmoqchiman. Zafarga yordam berish uchun bularni chiqarib olishdi. Endi qiynab bo'lsa ham mayli. Qolganlarni ham chiqarishga men yordam bermoqchiman. Zafarga qarab turman. Kim teyapti? Bu yerda menimcha ozgina g'irromlik bo'ldi. Zafar ko'rolmay qoldi. Bitta o'zi. Men bo'lsa endi unga yordam beraman. Xullas, aka-ukalar, bizda keyingi shart suv tagida kim ko'p turish bo'ladi va buni hozir tushuntiraman. Bizda ikkinchi challenge. Kim suv tagida ko'proq tura olsa, unga ballon sovg'a qilamiz. Kim birinchi chiqsa, o'yinimizdan cheklatilinadi. Ballon esa 10 daqiqaga. Xo'p, tayyormisizlar? Chuqur nafas olinglar. Na start. Vнимание! Marsh ketdi. Meni fikrimcha juda Dilmurod qanaqadir boshqacha kirib ketdi suvga, balki Dilmurod chiqib ketsa kerak. Voy rostdan! Hozir yetib turdim. Hozir yetib turdim Dilmurod. Qancha cho'kayotgan paytingiz qanaqadir siz boshqacha nafas oldingiz-da. Men Dilmurod qiynaladi deb tursam, rostdan siz birinchi chiqib ketdingiz. Yuragim ushlab qoldi mana. Mana qo'y. O Havachi chiqdi oxirida oldin Ismoil chiqdi keyin. Bitta narsa aytib o'tishim kerak. Oxirgi Ismoil chiqdi va ustidagi ballon yutib oldi. Atiga 35 sekund turdinglar. Afsuski, Dilmurod, bu o'yinimizda tark etdingiz. 02 chaqiringlar. Mana Ismoilning balloni. Bizda 2 soat o'tdi, lekin Havachi juda ham charchagani uchun suvdan chiqishga majbur bo'ldi. Men eng birinchi chiqib ketmaganim, o'sha men uchun yutuq, granlisi. Dalshi ham turaverardim, просто odam so'qatda qiltirg'ima. O'shaning uchun ham bollar omadinglarni bersin. Xo'p, do'stlar, shunda hozir basseynda 3 tagina odam qolyapti. Bu degani, ya'ni 1 millionga bo'lgan qadam juda oz qoldi. Qalay bo'ldi taassurotlar? Meni Omitro kechim oling. Gapiray. Qalay bo'ldi taassurotlar? Ya, maza qildi odam. Yaxshi. Suvni tagida ham adashmasam ikkinchi bo'ldim, ha? Ikkinchi bo'lib chiqib ketdim. Просто kutib turdi. Mana просто shiritnoyim bor, shunga oxirigacha ham qolgim kelmadi. Suvni tagida. Sirasi chiqib ketdim aka. Agar sovqatmaganingizda yutarmadingiz? Yo'q. Chiqib ketardim men baribir. Nireni so'qatdim lekin. Agar sovqatmaganingizda dalsh turarmidingiz dommi? Da. Просто oyoqlarim o'sha tortishib qoldi. Qo'llarim tortishib qoldi. O'shanga sразу ketib qoldi. Xullas, bizda 3-shart sal pastroq uchamiz bo'ldi. O'sha biyo zona zapret.
Biz va nihoyat joyimizni kichraytirdik. Sizlarga esa omad. Hozirda sekin astalik bilan bizning birinchi ishtirokchimiz Zafar. Va ana tizimdan chiqib ketdi. Hozir bolalar gaplashayotgan paytda Ismoil tizuvdan chiqib ketdi, lekin buni hozir ovozga qo'yamiz. Bolalar nimadirkin? Jalol va Zohid, nima deysizlar? Ismoilni chiqazamizmi yo keyingi challenge o'tkazamizmi? Ismoil avri, lekin bolalar avri ishlashyapti. Bolalarni kommentariyada respekt deb yozib qoldiramiz va bizda keyingi challenge. Yo aka-ukalar, bizni ko'rib turganlaringizdek, hozir Sobir Rahimovdagi Marina Pool basseynidamiz. Hozir biz maza qilib cho'mildik. Agar sizlar ham yozni unumli, foydali o'tkazmoqchi bo'lsanglar, Marina Poolda yangi aksiya ketayotgan ekan. Agar sizlar Marina Pool VIP kartasini 600 ming so'mga xarid qilsanglar, bir oy davomida xohlagancha bemalol shu basseynda cho'milsanglar bo'ladi. Hammalarga tavsiya qilaman. O'zi videoda kim yutarkan? Davom etamiz. Bizda 3-challenge. Kim ushbu koptoklarni basseynning chetidan ballonga tushirsa, o'sha g'olib bo'ladi. Faqat suvdan chiqish mumkin emas. Har bir ishtirokchiga ikkitadan shar beriladi va ikkitadan teshik. Kim ko'p teshikka shar tushirsa, o'sha keyingi challenge-ga yo'l oladi. Ko'rib turganlar, Jalol bittasida ham chiroqmadi. Whoa! Suvdan chiqib qoldi. Nima bu? Nega suvdan chiqib ketdi bu bola? Hakamdan so'raymiz. Ketdi-da, hakam aka. Bizani Odil aka hakamimiz. Do'stlar, endi o'tda shart o'tirib otishida, ya'ni uni ham shtob otish udobli bo'lishi uchun o'zi birinchi suv ichida turib otishi va qo'la-qo'llagan, lekin Zafar o'tirib otishsin deyishdi. Lekin Ismoil emotsiya turib yugurib yordi. Endi turib yugurish o'sha ham chiqib ketish ham o'zi qaraydi mana. Sambetan tipa u ham bu chet bo'lsa ham mana o'tirib otishdi bu, lekin ustiga chiqib yugurish, как будто bu zonadan chiqib yugurish bo'ladi. O'shaning uchun biz Ismoilni xafa bo'lmagan holda o'yinni tark etishni qo'llab-quvvatlaymiz. Shuning uchun bizni qo'rqamiz. Hatto ko'rgansa YouTube'da yutqizib qo'ygan odamni. Mana shu yerda YouTube'ga chiqib ketaman lekin bilmadim. Qanaqadir suv ichish uchun. Mayli. Mana suv uchun chiqdim Navoiyga. Yutgan uchun. O'zi bu bola chanqaganda mana suv ichyapti endi. Lekin malades Ismoil ko'rib turganinglardek 2 soat 40 minut suvda chidab berdi. Hamma shartlar YouTube tak. 2000 years later. Xullas aka-ukalar, bizning challenge'imizni hali ham davom etyapti. Bu 12 kundan beri bolni suvdan chiqayotgani yo'q. cho'chib ketdi. Bizda grand final challenge. Shu basseyndan kim shu 2 so'mtalik tangani birinchi topsa, o'sha videomiz g'olibi bo'ladi. Tayyormisizlar? 1, 2, 3 ketdi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim yutadi? Zaki yoki Jalol Ays? Ha. Vay. Topdi deb o'yladim. Ha. Oyog'im bilan bostirma. Realni. Olib qo'ying Zaki. Kim birinchi qo'lingga bersa shu yutadi, ha, ketdi. Bormi? Topdingizmi? Voy. Nima deb o'ylaysiz? Kim yutadi? Zakimi yo Jalolmi? 50-50. Mana tanga. Aytgancha, men tangani hammaga viz berganman, libo odam tushib olsa bo'ladi. Serios. Qo'lingizga bersa hisobmi? Yo, o'sha yeyman. Xo'p, tangani, suvdagi tangani qo'lingizga bersa hisobmi? Davay. Bo'tdi. Qacha. O, talash, tanga uchun talash.
Bering. Bering. Mana ko'rib turganlar-da. Bugungi videomizning g'olibi Jaloliddin bo'ldi. Tabriklayman. Abdushi emas. Ye, bu tangamiz Yusufdalik-ku. Real, agar Bu videodan keyin bu bola bansiga tushib qoldi. Batafsil Telegram kanaliga qo'yamiz do'stlar. Ushbu QR-koddan o'tasizlar va aka-uka Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Real aytinglar, shartli qiyin bo'ldi mencha. Men o'ldim. Mana eng qiynagan shart borib kelish bor-ku. O'shanda pochkam og'ridi, hali ham og'riyapti. Suvsizlik bo'ldi. Suvda turib suvsizlik rostdan chanqiraman, yomon chanqiraman. Maza qilib shartliklar odam qiynaydigan shartlarga oson shartlar bo'lsa, videoda baba oson ko'rinadi, sizlar kimda turib suvni ichida qanaqa turish oson. Kelib turib hamda tushib ko'rsanglar, his qilasizlar. O'shaning uchun ham like bosing. Hozir yoz bo'lsa ham, lekin suv real sovuq ekan, bilindi, lekin bular ancha turib qo'yishdi. Navli bo'lmasa video uchun rahmat, Enor bor, Zafar chaqirgani uchun. Tagan o'toldi. Shuncha bola qiynalish kerak. Dahshat bo'ldi. Men o'chib qoldim, bor, o'ldim men. Pochka, o'pka, yurak hammasi ketdi. Shuncha harakatga, shuncha mehnatga sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Shu joyda videomiz tugadi. Hammaga rahmat, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar ham cho'milmoqchi bo'lsanglar, bemalol Marina pulga tashlab yursanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.